ilahe illallah, Allahu Ekber, Muhammed Resulullah, ya Habiballah, Allah. Assalamu alaikum bütün dünyadaki kardeşler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Biz davamlıq sizlərdən diqqətinizə sunub kelyatqan 40 hadisninki şərhisi, izahatı hazır huzurunuzda buludu. 20. hadis. Haya qılmısınız, xaliqinizni qılın. Yani el-haya'u minel iman. Haya qilish imanның cümlesidir. An Abi Mes'udin Uqbat ibn Amr al-Ansari البدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري. Kardeşlerimiz bu hadis lafzi intayın qısqa manası mol bolğan İslamninki merkezi bir orbidisi yine ideya hüküm cəhətdə bir mühim mənbə deb qaraldığı bir hadis. Bu hadisni İmam Buxari rahimehullah və Abu Davud, İbn Majah qatarlıq muhaddis alimlar xəbər qılған hadis. Bu sahih hadis. Əmdə bizim tilimizdə mə işiltimiz hayani haya deb. Yəni haya qilish. Hayanın mənləri tatiniş, tartınacaq, uyatçallık veya ki bir nəstin xicil buluş degan mənalar mı var. Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hayanınki mənalarını düşündürüp Müslim xəbər qılğan, Buxariyə xəbər qılğan hadislərdə el-haya'u şu'betun minel iman degan. Haya qilish imanninki bir tarmaqi. Bir insan hayoliq bo'ldigan, bu imanninki bir tarmaqiga amal qilgan bo'ladi. Haya yaxshilikni ham jalb qiladi, ep keladi degan. Ya'ni al-haya'u la ya'ti illa bi khayrin. Bu hadisda Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem nimalarni bizga bildirmoqchi deganda Abu Mas'ud taxallusi, yani Uqbat ibn Amr al-Ansari radhiyallohu anhu, o'zi Ansari. Biz ilgari hadislarda izohat bergan. Ansar degan Makkadan Madinaga hijrat qilib borgan, uylari, do'konlari, mollari, tijoratlarini tashlab etib, Allohning roziligini izlab, Allohningki dinini qo'g'daymiz deb, diniy e'tiqod mümkün. Mekke'den Medine'ye hicret qilib borgan sahabalarga maddi ve manevi jihatdan yardım qilgan, uylarini bergan, hattoki miras oldigan darajada bo'lgan Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye borgandan keyin tunji qilgan ishi masjid salgan. Masjid salib, masjid orqali musulmonlarni bir yerga jamlab, masjidni musulmonlarning bosh shtabi qilib qurib, onunda namaz o'qiydigan, siyosiy maslahat kengashlarni qildigan va onuncha o'quv o'qitish, ta'lim tarbiya nurg'unlagan ishlar qilingan. Endi hozirgi masjidlar faqat shu namoz o'qishga, ibodat qilam, ibodatning bir qismiga qatilib qoldi. Şu vaqtda şu masjidni silishga yordamlashgan Mekke'den Medine'ye hicret qilib borgan muhacir sahabalarga atadacılık qilgan, g'amxo'rlik qilgan, tuqqanchilik yetkazgan kishilarning ismi Ansari deb ataldi. Ansari. Şuna bunu alohida taxallus şu. Abu Mas'ud yani Ansari deb eskartib qo'yishi bu Madinalik sahabi.
Yani Bedri ahiriste. Bedir uruşu qatnaşqan. Müslümanlarınki Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam başçılıqda tuncu olup qılğan uruş Bedir uruşu. Bunun sani təxminən 310 netçe. Bula bu uruşda Allah'ınki yardım qilishi, yani periştelerini çürüp biriş arqılıq Allah Teala bu uruşqa alayhidiço yardım bergen. Sahabalar bu uruşçu g'alaba qilgan. Demak, mush urush qatnashgan edi. Ba'zi kishilar edi bu kishi bu urushga qatnashmagan, lekin mush urushga suv akib bergan. Shunga buni Badr deb hisoblagan deydi. Lekin Imom Buxoriy rahimahulloh bu Badrga qatnashgan deb dalil faktlarni o'tirib qo'ygan. Demak, maz atalg'ularga izohat bermasak bo'lmaydi. Ansari deb atilishi, Badri deb atilishlik sabablarni o'tirib qo'ygan bo'ldik. Shu sahaba mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam degan edi. Ilgirki payg'ambarlikninki so'zlaridan kishilar uni topgan narsa bir cümle söz, bu bek muhim. İza len testahi fesna ma şi'te. Eğer haya qilmasangiz, xijil bo'lmasangiz, uyalmasangiz, xaliqingizni qiling degan bu. Bu ilgirki payg'ambarlardimi? Adem alayhissalatu vassalamdan tortib payg'ambar alayhissalomchilik bo'lgan barliqcha payg'ambarlarda alohidcha o'tirib qo'yilgan shu payg'ambarlar takrorlab kelayotgan bir so'z. Hayo qilmasangiz, xijil bo'lmasangiz, uyalmasangiz, xaliqingizni qiling. Bu xaliqingizni qiling degan gap bu odamda ixtiyoriy erkinlik berilgan ish emas. Bu bircho tahdid. Bu tahdid. Biz masalan bolalarimizga ya do'stlarimizga chiroyli cho'nim qilamiz, nasihat qilamiz yoki foydali ishlarni deymiz. Desak, o'zim fikrni cho'ntirib olsa yoki gapni anglamay o'zbilgin chiqsa, xaliqingizni qiling unda bo'lsa deymiz. Xaliqingizni qiling degan gapning o'zi ular erkin nima qilsa mayli degan gap emas. Buningki oqibati yomon bo'ladi, chataq chiqadi demoqchimdi. Bu hadisning ham muhimligi bu hayoning ma'nosi endi ayıplanadigan ishlarni qilishdancho bosh tortish. Uning oqibati yomon chiqadigan, yomon bo'ladigan ishlardancho qilishdan o'zini yig'ish. Demak, hayo orqali axloqlanish. Axloqlanish. Buni olimlar bir qancha xil izohlagan. Buni hozir o'tirg'a qo'yamiz inshaalloh. Payg'ambarimiz hamcho al-haya'u shu'batun minal iman. Hayo qilish, encho xijil bo'lish, uyulish bu iymonning jumlasidan. Hamda insonda hayo ko'tarilib ketib qolsa, hayosizlashgan vaqtda hayvondanmi battar bo'lganligini biz hammamiz bilamiz. Bu hayo nihoyatda muhim. Ilgirki payg'ambarlarni o'tirib qo'ygan, payg'ambar alayhissalom uchun buni sahobalarga tushundirgan bek muhim bo'lgan nima bir fazilat. Bu hadisda islomning asosiy markazi, islomning hukmlarining asosliq manbasi bu hadisga mujassamlashgan bo'ladi. Shuningdek İmam Navaviy buni 40 hadisning qatorigacha tizgan. Bir adam hayoqqa vaqtda Allohdan qo'rqqanda anadan ikkinchisi buyurilgan vojib, mustahab, sunnat ishlarni hammasini qiladi. O ishlarni qilmay tashlab qo'yishdancho ansiraydi masalan. Haram, makruh ishlarni qilmaydi. Allohdan hayo qilib, xijil bo'lib. Ammo hayo qilmishchi desa, u hammani qiladi. Xuddi jamiyatda deymiz ya, biri Allohdan qo'rqqandan qo'rq, yana bircha Allohdan qo'rqmagandan qo'rq. Masalan, dinsiz, imonsiz, ilmoniy bo'lgan kishilar qanday vasitalamaydi. Uning hech qanday bir axloqiy o'lchimi yo'q. Qonun hammaga qodir emas. Qonunni ko'rsa jazolay oladi. Ko'rmasa, dalil fakt to'liq bo'lmasa, ma'lum ishlar kishilarning axloqiy hayosiga qoldirildi. Shunga islom ham qonunchilik, hamcho qonunni ijro qiladigan iymon, e'tiqod, axloqnicho biroqla tangcho o'tirib qo'ygan.
Allah subhanahu wa ta'ala mı ayette innallaha la yastahi en yadriba meselen ma ba'udatan. Allah Teala bir paşa küçük neslen ço misal kösüştün ço tartınıp kalmaydı o. Dep bunu ço ayette mi eniq digen. Demek endi fesna maşiyete digen gepten halıgının qıyıl digenden bayatın digendek tehdit, qo'rqitish agar senden haya kötülüp gitip qalsa, haya bo'lmasa, halıgını qıl, Allah onun ço cezasını beradi demekçendi. Endi bu hadiste biz ügünüş tegishli bo'lgan mazmunlar qaysi desa, payg'ambarlarninki bizga qoldirib ketgan meroslari haya bu isl axloqninki manbasi ekanligi. Hayasiz bo'lsak-chu, hamma ishni qildiganligimiz. Haya yo'qolgan, haya tugagan odamda uningda hech qanday axloq pishti buzilgan qizlarimizda, o'g'illarimizda iffetsizlik maydon keldiganligi, ularcha desa, mening bo'lishim shu deb texamo bir buzuqchilik eskishlargacha mangdiganligini ko'rib olaymiz. Endi buningda ulamolar bu hadisninki ma'nosini izohlab, buni to'nakdek ma'nolarni bergan edi. Birinchisi, bu hadisda tahdid bor, qo'rqitish bor. Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallam bu hadis demekçi ki eğer sende haya bo'lmasa, halig'ini qil, Allah Teala sen qattiq jazo beradi degan bo'ldi dedi. Bu mu bu hadisninki o'qishi Qur'oni Karimda mu kafirlarga xitob qilib bundaq degan. Sura Fussilatning 40-oyatda "I'malu ma shi'tum." Halig'ini qilinglar degan. Halig'ini qilinglar degan gapning o'zi nima ish qilsanglar bo'ldi, erkinlikinglar bor degan gap emas. Ba'zi kishilar shunday oyat hadisni baş ayağını kesip etip, yoki o'tiruncha qisman yana o'zining manfaatiga, havo yabisiga, shahvatiga, mijoziga udillab, dalil ko'rsatgan ahvollar bor. Bu yuz beryotdi. Bunda bo'lishi biri bilimsizlik, ikkinchisi chu desa iymon e'tiqod yo'qligi, yana shu hayosizlikdan bu maydon kelib qolgan masala. Masalan, ba'zan deydi, ishni ishmarkanlik, ishonmaslik markanlik, amal qilish markanlik, amal qilmaslik markanlik. To'g'ri, bir odamning diniga kirish kirmasligi u erkinlik. Lekin diniga kirib bo'lgandan keyin islom diniga, u dinni haq deb bilib bo'lgandan keyin uning amal qilmas bo'lmaydi. Islomningki majburlash, zo'rlash qismlari nima bor. Biz o'zaro bir-birimizga nima qilishimiz, mas'ul bo'lishimiz lozim. Oyatda Alloh subhanahu va taolo vel mu'minuna vel mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf ve yenhauna anil munkar. Mu'minlar o'zaro bir-biriga do'st, bir-biriga ega, bir-biriga javobgar degan bo'ldi shu. Bular qanday do'st, qanday ega bular desa, ya'muruna bil ma'ruf. Ma'ruf yaxshilarga buyuradi, yomon ishlardan to'sadi degan bo'ldi. Endi ma'ruf degan nima? Yaxshi ish degan nima desa, biz ideyimizda, aqlimiz bilan, kallamiz bo'yicha ma ish yaxshi, ma yomon deb olsak bu hisob emas. Faqat Qur'on hadis tarozi bilan nima qilish kerak? Tartish kerak, shuning bilan shu tarozida o'lchinish kerak. U o'lchanmasa hech qanday uning ahamiyati yo'q. Biz yaxshi davomli yaxshi olmaydi. Qur'on hadisi yaxshi bo'lguncha yaxshi. Qur'on hadisi yaxshi bo'lmaguncha bu yaxshi emas. Ikkinchi xil ma'no Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sizga o'xshash "Falyatabawwa maqadahu minan nar." Man kadzaba alayya falyatabawwa maqadahu minan nar. Ya'ni menga bir odam yolg'onni döngisa, menga yolg'onni isbot bersa yoki Peygamber alayhisalom men demagan dedi, qilmaganni qildi degan bo'lsa, o'zining joyini do'zaxdan tayyorlab qo'ysin dedi. Endi bu nima desa, bu buyruq, lekin cho'q xabar ma'nosida kelgan dedi. O xohlasam hayo qilmasa u kishi xohlaganini qilsin degan bo'ladi dedi. Endi bu qabih vahshiy axloqsiz ishlarni qilishdan cheklaydigan narsa nima? U degan haya. Bir odamda haya bo'lmasa, har qanday ishni to'saloqsiz qiladi.
Şu kafirlarning maqsadi mı, düşmanlarning maqsadi mı desa, imandan, İslamdan, hayadan bizincho yiroqlashtirish, iman, İslamdan bizincho davomli nima qilib o'tish, bizni ajratib o'tish. Imanni ajratib o'tganda, İslamdan ajratib o'tganda, axloqdan, hayotdan ajratib o'tganda, u har qanday ishni qiladigan hayvondek bo'lib ketadigan gap. Shunga biz yaxshilik buyurish, yomonlikdan to'sishdan iborat bo'lgan buyruqni biz bijonli ijro qilishimiz lozim. Biz o'zaro bir-birimizga mas'ul, javobgar. Payg'ambarimiz hadis degandek, kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Hammanglar o'zaro bir-biringizga mas'ul. Ra'in degan padichi, mas'ul. Her bir mas'ul qilingan kishi o'ziniki mas'ul qilingan ishidan so'ralg'uchi degan. Biz buna nihoyat yaxshi diqqat qilmasak bo'lmaydi. Demek endi haya ikki turlik bo'ladi deydi. Arabchaga haya degan so'z ikki turlik bo'ldi. Uning birisi tabiiy xarakterdagi bo'lgan haya. Alloh subhanahu va taolo yaratgan. O qanday desa nihoyat hayoliq. Allah Teala o'zini xohlagan bandaligiga birdigan tabiiy xarakter mijoz qilib yaratilgan haya deydi. Bu haya orqali nima bo'ladi desa, bu gunoh jinoyatlarni ishashdan o'zini tatalaydi. Pastkash axloqliq bu past axloqlardachi bo'lmaydi. Shunga bu haya endi yaxshilikningki manbasi iymon shaxslaridan bo'lgan bir tarmoq shaxsi bo'ladi. Payg'ambarimiz degandek, al-haya'u shu'batun minal iymon. Haya qilish iymonning shaxslaridan bo'lgan bir shaxsidir. Hem Peygamberimizin qanday desa, Peygamberimizin sübtida Peygamber Aleyhisselam o'zininki yaşı qaznaq uyda tarbiyalangan qizdinmi bakroqcho hayoliq naytda bek hayoliq edi deb Peygamberimizin sifatlarida shunday kelgan. Umar radhiyallohu anhuninki xabar qilingan bir so'zida Ömer radıyallahu anh degan. Bir adam hayoliq bo'lsa, ixtifa edi. Peklamchi kishilarga hammada eshak o'ngirgan, daftaranga yerda yurmaydi degan bo'ldi. Bir adam maxfiroq bo'lsa, u Allohga bek taqvolik qiladi. Allohga qulchilik qila oladi. Taqvolik qilgan odamchi desa, gunohlardan o'zi saqlana oladi. Ikkinchisi hamda tirishish orqali qo'lga keltiriladigan haya. Birisi tabiiy xarakter, İkincisi şu tirishchanlik orqali qo'lga keltirilgan bo'lgan haya. Bu haya qanday haya desa, Alloh subhanahu va taoloni tunish, Allohninki buyukligi, Allohninki şu azamatini tunish, bilish orqali Allah subhanahu va taoloniki yaxshi bandaligi chu desa, yiqilishish orqali masalan belgili bo'lgan, qo'lga keltirilgan bo'lgan haya. Masalan bilinlik bo'lgandan keyin Allohni qanchaki bilsa, qanchaki tunsa, u texim hayoli qilib Alloh jazolaydi, hammani ko'rib turdi degan ideya bo'ldi. Bu hayoni qo'lga keltirishda tirishgan musulmon o'ziga nisbatan nihoyat go'zal xarakterlarni yetildira oladi. Yaxshi oliy darajalarga erisha oladi. Demak bu haya hamda Alloh subhanahu va taoloning ko'plagan noz ne'matlarning birlashigiga sabab bo'ladi. Alloh subhanahu va taologa shukr etish qarta kamchilik qilmaydigan bo'ldi. Masalan, bir yaxshilikni bersa Alloh taolo, sog'lom tan beribdi, yo sog'lom aql beribdi, yo islomni beribdi, yoki xotirjamlikni bersa, darrov shuni shukronasini qildi. Ya mol dunyo beribdi masalan. Alloh taolo dedi-ya, la in shakartum la azidannakum va la in kafartum inna azabi lashadid. Agar sizlar shukr qilsanglar, la azidannakum taxamo yaxshilab berma, taxamo ko'paytib berma shu ne'matni. Va la in kafartum, agar tansanglar, inkor qilsanglar, meni azobim qattiq dedi. Endi bu shukr qanday desa, shukr shu bergan ne'matning jinsidan bo'ladi. Bir odamga Alloh iqtisod bersa, iqtisodni Alloh yo'lida xajlishi, Allohning dinining taraqqiyoti uchun, Allohning islomining qo'dilishi uchun uni ishiltish lozim. Shariat yo'l qo'ygan musulmonlar manfaatlanadigan barliq ishlarga kuching yetishicha chiqim qilish lozim. Bir odamga aqlni bergan bo'lsa, aqlni din va millat uchun ishlatish lozim. Agar uningga sog'lomlik bergan bo'lsa, kuchini ishlatish lozim. Bilim bergan bo'lsa, bilimni sarf qilish lozim.
Agar onunğa bilimni, pulni hammani biribdi, birini birib, birini sarf qilib, qolganini sarf qilmagan bo'lsa, u vaqtda yana o qolganini sarf qilmaganlikqa jazoga tortildi. Şoň biz Allah subhanahu wa taala Qur'on-i Karimda tansurulloha yansurkum va yusabbit aqdamakum. Agar sizlar Allohga yordam bersangiz, Allah sizlarga yordam beradi dedi. Bu Allohga yordam berish qanday? Allohga yordam kerakmi? Yo'q, Allohning diniga, islomga. Din mida g'arib bo'lgan. Dincho bir bulunga qapsilib qolgan vaqtning o'zida xuddi Badr urush qatnashganlar ayni vaqtda ajoyib bir zo'r mediyalashlarga erishdi. Sababi nima bo'lsa, islomning dastlabki jihodiga o'zining jini melni sarf qilganligi uchun bular Badri deb ataldi. Undan keyin nurg'un urushlar bo'ldi bo'lmasa. İslamdan başka gün kelgan vaqtda islomga xizmat qilgan, musulmonlarga xizmat qilgan kishi bu unutilmaydi. Bunun darajasi pek yuqori bo'ldi demoqchi. Allah Taala oyatda "Yansurukumullah fala g'aliba lakum." Agar Allah sizlarga yordam bersa, sizlarni mag'lub qiluvchi yo'q dedi. Biz mag'lub bo'lsak, o'zimizni tekshirsak bo'ldi. Xatolik bizda bor ekan deb biz o'zimizni qaytadan bir tekshirib beqishimizga to'g'ri keldi. Şoň şükür qilgan vaqtda moddiy jihatdagi, ma'naviy jihatdagi berilgan ne'matlarga qarata shukr qilishimiz. Allah yaxshi farzand berganmiz, farzandni yaxshi o'qitishimiz. Uning tavhidni, iymonni, islomni yaxshi tushuntirishimiz yoki tushundigan yerga olib berishimiz lozim. Andan keyin tavhidni, iymonni, e'tiqodni siyosiy maydonda o'rganib bo'lgandan keyin fanniy bilimlarni o'qitishimiz lozim. Şoňa bu haya bo'lgan vaqtda insonda Allah subhanahu wa taala bergan ne'matlarga sal qaraydigan ish bo'lmaydi deydi. İmam Ahmad Tirmizi xabar qilgan bir hadis var. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan. Allohdan hayo qilish degan nima desa? Payg'ambar alayhisalom degan hadis. Sen o'zingning kallangni va kallangga qochilgan narsalarni saqlag'aysiz, qo'g'dag'aysiz dedi. Demak biz kallamizga qochilgan, masalan, الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. Mana bu hadisda Allohdan hayo qilish degan, haqiqiy hayo qilgan odam qanday bo'ldi desa, kallamizni saqlaymiz. Nimadan? Qalayimqan ideyaning kirib qilishdan, qalayimqan azg'un fikrlarning kallamizga kirib olishdan saqlaymiz. Har xilcha mutashaddid fikrlar, har xilcha passiv fikrlar, har xil ilmani fikrlar, har xil dindan yiroqlashtiradigan fikrlar, har xil musulmonlardan, tabliğdan, da'vatdan, madrasdan yiroqlashtiradigan yoki sat ko'rsatadigan fikrlarni yiroq turishimiz lozim. Bu kalla bizning o'g'amlar amonat bu. Shu kalla qochgan narsalarni dedi. Shu ideyani o'zgartiradigan, masalan, kishilarimiz jamiyatda yo'q emas. Odamiy shaytonlar ko'payib qoldi. Bularga nisbatan qarshi turish degan bo'ldi. Haqiqiy ayoliq odam bunda bo'ldi. Qursaqni saqlash, qursaqni qo'g'dash nima desa, harom yeb qilishdan, harom ishlarni qilib qilishdan masalan. Va sen yana desa, o'limni asligaysa va o'limdan keyin tirilishni va chirishni buni asligaysa dedi. Davomli shuni aslagan odam unda hayosiz bo'lmaydi. 1000 yil umr ko'rdigandek unda hamma narsani dunyo deb yashamaydi. Shunga biz duoda Allohum habbib ilaynal iman vel islam ve kerrih ilaynal kufra vel fusuqa vel isyan. Masalan, kafirlikni, dinsizlikni, ilmanilikni, İslam'a qarshi bo'lgan demokratiya, shu narsalarni biz oshkor holatda ayblaydigan bo'lmasak bo'lmaydi. Bu xato fikr. Bizni azg'un yo'lga boshlaydi. Biz musulmon bo'lsak, mu'min bo'lsak, haqiqiy bo'lsak bo'ldi. Yoki musulmon emasman deb o'zimizni jakalasak bo'ladi. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffa deb ya. Islomga to'liq kiringlar, umumyuzlik kiringlar. Yahudiylarga o'xshash manfaatlarga uyg'un keladigan, kallangni mijozingga o'g'il keladigan, kallangni to'g'ri topqini bo'lsa, aqlingni silib, ishinib qolgan ishonmaydigan mandashni qilmanglar degan bo'ldi. Mana bu shumi hayosizlikning ifodalanishi, hayoning yo'qligidan Qur'on hadisni yiroqlashish, Qur'on hadisga haqorat qilish va shunday kishilarni qo'llash ahvollari jamiyatda kam yuz beradi. O'limni asliga odamga bu hammasi yetarlik. Bir odam oxiratni o'ylaydi ekan, dunyoninki undag'i cho'ng yeb cho'ng ichish, dunyoning desa, shuhratparastlik, manfaatparastlik ishlarini tashlaydi. Demak, shunday qiladigan odam Allohni hayo qilgan bo'ldi deydi. Agar insonninki nafsi hayodan
Çok biz tirishib, mesela qo'lga keltirdigan hayotni xoli bo'lgan vaqtda qalbi shu mijoz xarakterlik bo'lgan, Alloh yaratgan tabiiy hayotni xoli bo'lgan chaqda uning gunoh ish qilishi, xiyonat qilishi, iqtisodiy, ijtimoiy, masalan, har xil ishlarni qilishi va uni hech qanday to'sarg'i bo'lmaydi. Hayo bo'lmasa, inson hamma ishni qiladi. Haqni pulini qo'yib bo'lgan, uni yeyotgan, omonat xiyonat qilayotgan, mayli moddiy omonat bo'lsin, mayli ma'naviy omonat bo'lsin. Har qanday ishni qilib, keyin tavba qilma deb qildigan, gunohni kichik sanaydigan bu shunday bir axloqsiz kishilar maydonga keldi demoqchi. Musulmonlikni da'vo qilsa, agar musulmon bo'lmasa, mesela komünist olsa qanday qildi? Komünist nimadan qo'rqadi? Faqat qonun jazosidan qo'rqadi. Namaz qog'ashdan qo'rqmaydi. Dadis palasqa xotni eriga, eri xotniga ishonmaydi. Bir-biriga har jihatdan xiyonat qiladi bular. O shu to'lg'an shuarlar, o degan gaplar hammasi quruq bir gap. Boshqa masalan dindan uning o'rniga olgan gapni yodlab olib, dabdabali gaplar orqali kishilarni aldamoqchi bo'lganlar. Bu kishi hamda va asbaha kaman la imana lahum min shayatinil ins val jinn dedi. Mushna ishlarni qilish orqali nima bo'ldi desa, imonsiz bir kishiga o'xshash bo'ladiki, insonning va jinning shaytonlari. Biz shaytondan jinning ham shaytonga o'xshaydi, jinni shaytonlar mushlar azurdiga o'xshaydi deb o'ylab qolmaylik. Men shu shayatinil ins val jinni. İnsanning shaytonlari bor. Bu shaytonlar qandaysa dabdabali go'zal gapni qilish orqali kishilarni ozdiraydi. Payg'ambarimiz degandek, inna akhfafa ma akhafu min aymatil muzillin. Men eng ansiraydiganim azdırgıcı aimma. Aimma dese mescidin imamları da bilan o'ylasa qolmaydi. Uning qismanlari bo'lishi mumkin. Boshqa shunday har xil gap qilish orqali siyosiy taqdirimizni belgilab turgan, davlatni ertlan mustaqil qilib tutgan gapni qildigan, yoki leksiya so'zlab kishilarni azdirdigan, yo tabliq qilib azdirdigan, shunday bir xil azdırgıcı yo'lboshchilardan Payg'ambar alayhisalom manbak ansirayma degan. Shunga bunday yo'lboshchilarni tarixini bildigan, tikini bildigan, alim ilmali guvohlik bergan kishilarning gapini anglashimiz lozim. Boshqalarni anglasak, bayatni degandek kallamizni, o'zimizning kallamizga qochilgan narsani qo'dayolmagan bo'lamiz. O'zimizni bir beygi maydoniga aylantirib qo'yamiz. Kishilar hamma narsani sinab qildigan. Bunda bo'lib qolsa bo'lmaydi demoqchi. Shu haqiqiy hayoliq inson qanday qildi desa, Allohningki shariatini, islomini qo'g'daydi. Hamda hayotini desa hamda biz hem kengaysak bir keng ketadi. Biz bizde axloqi bo'lmasa, barliq rezil ishlarni qila olamiz, vasitalamaymiz masalanchi. Bu chaqda biz o'zimizning bir odam emas holatda his qilib qolamiz keyin. Masalan. Ondan boshqa hamda mesela Müslüman ayalınki hayaliq bo'lishi qanday bo'ldi desa, Müslüman ayalning hayaliq bo'lishi, Müslüman ayal hayo bilan zinnatlandi. Uni bo'yaq bilan teshini buymaydi, qalbini iymon bilan, axloq bilan, bilim bilan bo'yab, o'zini bilimlik, bolalarni tarbiyalaydigan bir ustoz bo'lib yetishib chiqadi Müslüman ayal. Erga yer sharini gullantirish, taraqqiy qildirishda, bolalarni tarbiyalashda sog'lom bo'lgan ayollik Mesela karakterle ortaklaşıyor dedi. Erge hemkarlaşıyordu. Şunda hayalık ayol olsa, hayasız olsa yap içişten, oynap külüşten, aşında yiyen içken, hem de hacetxanan kirgenine çıkamaydı, hemen çıkarıp kişiler gücü aşında özününki hayvallat yaşayatkalıkını ifadeleyidigan kişilerimizin aramızda yok emez. Şuna hayalık hanım bu tepeliksiz bir en çok baylık desek buldu. Kur'an-ı Kerim şu hayalık hanımlar karta Allah Subhanahu wa Ta'ala'nınki bunu sözde onun körsetmegen dedi. Şuayb Aleyhisselam'ınki iki kızının biri Şuayb Aleyhisselam Musa Aleyhisselatü Vesselam Firavun'un zulmünden kaçıp bu Mısır'dan çıktı. Şuayb Aleyhisselam'ın kaçığı vardı, şunu yurtuğa berip kaldı. Şöyle koylarına suğranmavatkan, kudukunu söyleyip suğurtken aslında toğan iki kızını köyde bula naayette bir tarafta başkalar koyunu suğurup boğanlığı suğurmaz hep toğan dedi arlaşmay. Toğan iken suğurup badi suğurup bir öz jayıga kelip oldu de. Oltağan iken bu kızlar koyunu suğurup olup uyga qaytıp dadısıga Şuayb Aleyhisselam dedi ki bir yaş naayet güçlük qavul bir kişi kuyumuzun suğurup badi degen iken onu çaqırаңlar, onun hakkını bireyle degende
O iki kızның birisi keldi dedi. Menga nait ala istihyain. Hayalık dedi. Hayalık degan nima desa? Uyatçanlık, aytılıqı. Xijil bo'lgan, masalancho, taatınıp durup keldi demekçi. Fecaat ihtahuma temşi ala istihyain. Qalat inni abi yad'uka liyazyaka ajra ma saqayta lana. Sura Qasasning 26 ayeti. Üç kısım biri kelip, hayalık mengip keldi de. Ki dedi ki, dadam sizin çaqırıp atıdı, sizinki bizningki quyimizin sug'urib berganligingizning ajrini berish uchun dedi. Aşağıdaki nima desa, qizlarning, ayollarning eng chong boyligi iffetlik bo'lish, hayolik bo'lish. Endi buni desak biz gap uzrab qoladi. Mush qizlarimizga egolmaydigan, qizlarimizning uchun nagi bo'lgan, nart bo'lganligini bizcha nima qilmaydigan, so'roqni qilmaydigan yoki uning uchun kuyinmaydigan ahvollar nihoyatda uyga saq mengib kiralasam, karimiz yo'q, ba'zi ota-onalar aramizda yo'q emas. Manda bo'lib qolmaydi. Mishadiki Şöyle Aleyhisselam'ın kızınınki nait hayal akaletli berip şunu digelli ki hemço kayıt ekegen ço dese o tadısqın məsləhət vergelli ki şu kızınınki. Demek o kız emdi dadısınınki teklifat bilen ço dese keldi naiti iffetlik pak bir kızının menişidi keldi dedi. Allah uçraşqanda. Yani bunu desek, hazır biz bir yerde gündüz çırağı yıkımda bulamaydıgan bir ahval var. Ayol hanımlar gap qilgan vaqtda ish qilib, hamda huquqimiz baravar deb qilamdi ki, adam diqqat qilmamasa, adamni o'rvatlik darajada bo'lib ketiglik. Gap so'zda nihoyatlik ayollar xas qilmay, shunday baribir to'laydigan, yoki desa, ayollar mesela namahremle özara aralıştıgan, kol tuş mağdıgan, inten hayasızlık ahvallar köp yüzü barıdır. İslam oğul kızlarınki nikahsız aralışını, nikahsız çok bir yer duruşunu, ihtilat degen gap, aslında aralışkanda mahremsiz, aslında başkalar bayağı da olsun, yok ya da olsun, birge turuş, birgece mesela paranlaşışının özünü çekleydi. Şeriatın içinde olsa, şeriatın prensiplerinden bu kalsa bunun sırtıda mesela. İffetlik ayal, iffetlik hanım kızlarımız bu milletin en çok baylığı. Yani bu doğruluk nurgun materyallarını bizim okuduk, selamı okazlar. Lakin şu hanım kızlarımız ki iffet krizisi nahiyeti ağır derecede bulvadı da hazırımdı. Buna amelen dikkat qilishimiz lazım. Bundan kirsek jiq mazmunlarga kirib qolamiz. Buni boshqa darslarda inshaalloh o'rtoqlashamiz. Endi bu iffetlik ayol desa isrofxo'r bo'lmaydi. Yarim yalang'och yasinib chiqmaydi. Islomning o'lchami shu. Endi desa, "Sening nima ko'ram? Biz xohlaganini qilamiz. Yarim yalang'och yursekmi yoki boshqacha yursekmi, bizning qalbimiz anda yaxshi, manda falonimada askilik qilib ekan." Falanın delil göstermeyi Kur'an hadisinin delil. Bütün ulemalarının birlik bilen. Kur'an hadisindeki uçuk nes bilen. Hiç qanday mezhep ulemaları inkar qilmaydigan bir ish var. O ismi bütün bedenini yo'gash, ta kiyim kiymaslik, keysimi şu kengri azadini kiyish, nipis kiyim kiymaslik. Fakat yüz bilan ikki alqindan boshqa hammani yo'gash, bu farz ekanligini hamma ulama buni oyat hadisdan shuni o'tirib qo'yaylik. Hech kim buni uchun unda emas demaydi. Yüz meselesinde okşamagan qarashlar var. Ebzel yepiş. Mesela. Şu anda ayollarınki iffet bozulgandan keyin nurg'ulgan ahvollar buludu. Peygamberimizin hadisinde Beni İsrail'nin fitnesi bozuluşum ayollardan başlangan. Degan. Hem de biz bunu desek ayollarni kemsitgan tüvengi tushgan bu faqat bunday emas. Ayollarni islom ko'targandek islomcha o'rnini berganda hech qanday bir din qonun berib boqmadi. Ayollik ayol bu nurg'unlagan alohida mukofotlarga erishdi dunyo va oxiratda masalan. Demak bu ayol nima qilmaydi? Og'zini buzmaydi, boshqalarni ozdirmaydi. Hozircha desak, o'zining eri uchun, ota-onasi uchun yasangan bo'lsa mayli. Uyda shu mizib ketgan shaptuldak yoki shunday vayron o'tiradigan talog'isiz o'zini yasaydigan. Kim uchun yasinsiz? Kimga yasinsiz?
Biz Garip medeniyetinden bizim medeniyetimiz okşamaydı İslam medeniyeti. Garipte ayollarning yarim yalang'och yurishi, heykeltaraşlık, but yasash bu medeniyet deb qaraldi. İslamda bu medeniyetsiz qilmish deb qaraldi. Yarim yalang'ochlikni medeniyetsiz qilmish deb qaraymiz. Siz Müslüman bo'lsangiz, siz Allah'ın dinine kirgan bo'lsangiz, cho'qim chachlaringiz yepilib turishi kerak. Maylilaringiz uchiq qolmasligi kerak. Ta kiyimni kiymasligingiz kerak. Boshqalarni ozdurmasligingiz kerak. Peygamberimiz degandek zaman oxirida bir turkum ayollar kirdi. İki türlük kishi va ikki sinf, ikki bo'lak. Buni men har ikkisini ko'rmadim degan. Buning birisi de hadisda nisauncho kasiyatun ariyatun mailatun mumilat degan. Ayollar yalang'och. Kasiyat hem kiyim kiygan. Kiyim kiyib yalang'och bo'lish mumkinmi desa, bu beqaras kiyim bordek, beqaras yalang'och. Demak, nipis kiygan yoki kaltiko'sak kiyib badanni o'chib qo'ygan deydi. Mailat, boshqalarga mail, suyini chiqarib turtgan. Ayollar tursa, ayollarning qashig'i berib, ayollardan gap so'maydigan yoki ayollar masalancho ga alishib ayollar bilan o'tmaydigan, erlar, yoshlar, yigitlarga nihoyatda bir xil o'zini to'g'rilaydigan degan bo'ldi. Mumilat, boshqalarni o'ziga qartadigan. Har xil girimlik qilib, har xil atirlarni ishlatib, boshqalarning turmushini buzdigan. Islom ijtimoiy inoqlikqa alohida ahamiyat bergachga buni cheklaydi. Siz to'g'ri har qanday yasansangiz, har qanday ish uyda qiling. Yo'lishingiz qiling, dadingiz qiling, mahramlaringiz qiling. Nima uchun sirtqinda qilsiz? Shunga bo'lganda ozdirish bo'lmaydi deydi. Endi uningga tashqi mengishida, ko'rinishda bo'ldigan hayo qanday desa, nihoyatda islomga uyg'un, boshqalarning diqqatini tortmaydigan, jilib qilmaydigan gap so'zlarcha normal, g'iljanglab, bir xilliqi boshqalarga g'ayri tuyg'u bo'lib qo'yadigan manda gapni qilmaydi degan bo'ldi ayol. Ayoliq ayol menda bo'ladi. Hamchi u kekeshlab duduqlab qolmaydi, tatindib, xijilib, anda o'qaz islom uni cheklaydi. Normal gap qiladi masalan. Demak, sog'lom bo'lgan, to'g'ri bo'lgan fitratninki o'rgatgani mana shu xarakterninki. Demak, to'g'ri bo'lmagan qiz, yosh qiz bu o'zininki sog'lom fitrati, tabiiy xarakter bilan erlar bilan uchrashganda, erlar bilan paranglashganda nihoyat hayoliq bo'ladi. Lekin u o'zining pokligi, istiqomati, to'g'riligi ishlarni qilish bilan undaqalikcha boshqalarni tamadi qo'yadigan, boshqalarga xato tuyg'u beradigan manda ishni cho'q qilmaydi. Faqatlam bu talab qilingan, ehtiyoj bo'lgan bo'yicha ochiq oshkor gap qilib, buni ortiq gap qilmaydi. Islomning buyrug'i shu. İslamlik inoq jamiyat shu. G'arbliklar dinsizlar yoki xristian, yahudi buzilib ketgan shunday dinliklar ayollarning yarim yalang'och yurishni madaniyat to'g'ri deb qaragan bo'lsa, islom buni to'g'ri deb qaramaydi. Bu madaniyatsizlik qilmish deb qaraldi. Haykaltarashlik, butparastlikni cheklaydi islom. Shunga jonliq narsani rasmini chizishim uchun islom cheklaydi. Biz bani va yo'qni yo'q deymiz. Kimning nima deb qilishlarni hech qanday bir Allah'ның şeriatiga, Allah'ningki qonuniga xilof bo'lmagan ish bo'lsa qilsa bo'ladi. Allah norozi bo'lgan ish qilsa biz uni hargiz qilmaymiz, hargiz demaymiz. Mana bu haqiqiy nima? Haya. Demak, endi hozirgi jamiyatdagi ayollar qanday desa, bular erkishlik bo'lib olgan. Ya kiyinish jihatda, ya gap so'zda, yoki boshqa yarim yalang'ochlikda, masalan, chet ellik erlarni do'rib olgan. Hattoki nomus qilmay o'ziniki erlar, o'g'illar jinsini o'zgartiradigan, chiroy o'zgartirib, nurg'unlagan islomga xilof qarshi bo'lgan ishlar maydonga keldik. Yani insonning erkinligiga qo'yadigan ish bo'lsa, inson nima ish qilmaydi? Hammani qiladi. Og'ziga kelganini deydi, oldiga kelganini yeydi. Uning bir qonun bo'lish kerak, uning bir e'tiqod bo'lish kerak, uning bir belgilan bo'lish kerak. U o'smi nima? Islom. U o'smi islomning talabi hayo qilish degan bo'ldi. Shunaqa vaqtda bu Allah'ın razılığı erişti, cennetle mükaffatlandı. Mesela. Demek bu bazı buzulgan kızlar yoki mesela bu shunday yarim yalang'och yasnavaganlik qarasanlar, bu Qur'on, fi madrasatil Qur'on va Islom. Qur'on va Islom maktabida, madrasada tarbiyalanmaganlar. Bular hayoga desa, Allohga itoat qilish va hayo qilishga uyatsizlikni, jinoyatni, fosiqlikni almashtirib olganlar.
Muşuço medeniyet erkinlik dikenler. Dikkat kıldı ki ayollar erkinligi, ayollar erkinlik to'layotganligini sizga qarasanglar, bular ayollarning erkinligi emas, ayollarga erishishning, ayollar bilan ko'ngil ochishning erkinligini izlaydi faqat. Bular ayollarning erkinligini demaydi. 18-17 asrgacha taqa ayollar insonmi, inson emasmi degan shu xalq endi ayollar erkinlik deb chiqsa, biz ona 1400 yil burun va o'rta asrlarda, undan burungi vaqtlarda ayollarga alohida erkinlikni bergan. Demek bu ayol şunu olan ço dese, özünün kıymet karşı almışıp ketkendiği için, dünya karşı almışkanlık neymiş oldu desek, değil işte Müslüman deydi, lekin Allah'ın düşmanları halagan, şu siz bergen sizdeki elki, şu buyruklarını icra kılıdı, demek dünya ve ahirette halak oluştan ibaret yolunu tanlap mağdur degen oldu. Hayasız bolsa, oğullarımız, kızlarımız ahirde muş yolga kirmey amal yok. İslam'ı öğrenmese, tevhidini öğrenmese, insan üzünçü tutup turamaydı. Şuna hayalık bağa vakti ki bu insan kildiğen menfaatler, neticeler neymi dese bir adam hayallen, süpetlengen ma hayalık kişiken, hayalık kızken dese bunun bağlılık şirketdeki çok o üzü galip kilereydi. Bu tabiiyeti, karakter nahit iffetlik buludu. Mesela insanda bu kızlarda kızlık ippeti, oğullarınca oğulluk ippeti oludu. Bu yo'qolgandan keyin hem yol eşilib ketadi, şoň bilan barliq eskilikni qildigan gap. Şoň islom hamma narsa uchun, hatto o'ltirib qo'yish, taras sundirish, davlat qurishdan tortib hammaga qonun bor. Biz bilmaganga yo'qib qolmaydi u. Mush ummatning, millatning avvalini nima erkinlik erishtirgan bo'lsa, nima ezlik erishtirgan bo'lsa, shu oxirisini shu ezlik erishtirdi. Şoňamda bu hayoga qarshi keldigan ishlar nima desa, uyatsizlik, masalanchi, ayıplanıgan masalanchi, qilinlik, set gap qildigan, nachar ishlarni qildigan, bir dana ses almasa hammani buzgandek, shunda bolalarimiz, qizlarimiz aralashgan kishilar menda eski bo'lib qolsa, texmocho u o'zi eski bo'lgandan so'ng yaxshi bolaning eski qilib yetadigan ish bor. Oxirida desa, mushu jinoyatni oshkora qildigan, numus qilmaydigan, xijil bo'ldigan tuyg'uni yo'qib ketadi. Masalan, payg'ambarimiz degan kullu ummati muafan illal mujahirin dedi. Mening hamma ummatim bucha afu qilindi. Gunoh qilgan bo'lsa, jinoyat qilgan bo'lsa, Alloh taolo kechirim talab qilsa, Alloh buni afu qiladi. Xolos. Lekin gunoh jinoyatni oshkora, bir odam gunoh jinoyatni oshkora qilganda yushirin qilgan o'rtasida farq bor. Xijilib, hayo qilib qilgan bilan hayosizlarcha ammaning oldida, xalq oldida qilgandan keyin bu farq bor. Bak Allah'dan ve kişilerden hayo qilmaydigan, uningki nadalliqidancho o'z yanmaydigan kishi hamda bu bo'lsa hayosiz inson bo'ladi bu. Demek bu hamda insonlik fitratidan sog'lomcho, insonlik xarakteridan chiqib ketgan bir g'alati maxluqqa aylandi, tashqaliga aylandi demakchi. Demek hayolik bo'lish bizning hammamizning bosh tortib bo'lmaydigan majburiyatimiz. Ana shu ota-onalarningki şu o'qituvchilarning, ustozlarning majburiyati nima desa, ota-ona, o'qituvchi, ustozlarning majburiyati musulmonlar jamiyatini barpo qilishda, shu hayo axloqini keng umumlashtirishga tirishchilik ko'rsatishi. Shu o'rganayotgan darslar, o'rgatayotgancho shu bilimlar orasida shu hayolik bo'lishga aloqador bo'lgan ta'lim tarbiyani ko'plab tashviq qilishi, shuni darsga kirgizishi. Aşağı ma'lum narsani o'qiymiz, sistema islomiy sistem emas, boshqa sistemni o'qigandan keyin bu sistemda har xil axloqsizliklar chiqadi, har xil shirk aqidani o'rgatadi. Masalan, vatanda otizm tarbiyasini o'rgatdi. Ba'zi ota-onalarningki shu bolalarningki buzilishi, nachar ahvolga qarab turibchi, bolalar maktabdan chiqib qolgan ishlar bakamiga bo'lmoqliq u. U dinsiz qilayotgandan keyin, adingiz maymun degandan keyin bolalar namoz o'qimaydigan, nurg'ulg'an daşqalga aylanib ketgandan keyin nurg'ulg'an bolalar namoz o'qimaydigan, Xudoni tanimaydigan ahvol bo'lgandan keyin ular chataqkan degan ahvolga vatanda keldik. Shu hamma narsani biz uchun normal yaxshi tushunishimiz lozim. Biz o'ng qo'limizda dinni, so'l qo'limizda fanni tutishimiz lozim. Lekin bu din cheklanib qolsa, dincho tashlanib qolsa, vaqticho biz necha doktor bo'lib ketdilar, doktorlikni oldilar. Necha kashfiyatchi bo'lib ketdilar, hech qanday foydasi yo'q. Bir odam namoz o'qimaydi ekan, bir odamcho dinni haqarat qildi ekan,
musulmonlarga ziyonkashlik qildi ekan, uning fan texnik o'rgangan nima bu foydasi? Hech qanday foydasi yo'q. U bir hayosiz maxluq, hayosiz bir ablah. Allohning ayo qilmagan bunday kishining qo'lidan yaxshilik kelamdi? Hargiz kelmaydi. Shuningdek, shu shirkatlarni bolalarga nazorat qilish, bolalarni xatolik qilish darajasi unga chiroyli gaplar bilan shuni tuzitish, haya axloqini qilib keldigan ishlar bo'lib qolsa, bolalarga tarbiya qilish, yaxshi kishilar bilan aralashtirish, yomon eski do'stlar bo'lib qolsa, do'stlarni yiroqlashtirish, bolalarga yo'l yo'riq ko'rsatmalarni berish, foydali kitoblarni olib berish. Kitap kelgan bilan hammani olib bo'lmaydi. Nurg'unlagan kishilar kitap yozyapti hozir. Ular davosi musulmon, lekin bolalarni zaharlash, bolalarga zahar taqtish rolini o'ynayotganlar aramizda yo'q emas. Shularning kitoblarga diqqat qilishimiz lozim. Kitap yozdi deb ham olib bo'lmaydi. Zahar bergan bilan o'xshash. Hadis degandek payg'ambar alayhisolam va inna livaladika alayka haqqan. Balangni sen haqqi bor dedi. Balamizni qanday tarbiyalash, qanday tarbiyalamaslik bizning qo'limizda. Biz balamizni musulmon holatda bo'lsin deb, mana yaxshi o'qitsak, tavhidni o'rgatsak, islomni o'rgatsak, iymonni o'rgatsak, bola yaxshi holatda o'qiydi. Agar unda qilmaychi desak, balamizni hamda tashvit deb jamiyatga yo maktabga tashlab turib, bo'lishingiz shu bola degan bilan u bola yaxshi o'qiy olmaslik mumkin. Payg'ambarimiz dedi hadisda: "Kullu mavludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi va yunassiranihi va yumajjisanihi." Bu sahih hadis. Har qanday bola islom fitratiga, islom tabiati, islom xarakteriga tug'iladi. Uni ota-onasi uni yahudi qiladi. Yoki uni xristian qildi, yo kommunist qildi. Shuning ochgan maktablari, shuning tarbiyalaydigan, e'tiqodni singdiradigan yoki olib bergandan keyin bolani turiblam har xil ideya singdirdi. Shu ma'lum kishilarningki shunday maktablarda jiq o'qib, oxirida shularning depini chaldigan bo'lib qolishi ajablanarli ish emas. Ota-ona shunday qilib qo'ydi dedi. Demak, biz diqqat qilishimiz lozim. Bola bizga omonat. Evvel tevhidni, imanni, e'tiqodni bildirib bo'lgandan keyin qolgan bilimni o'rgatsak, bu bo'ladi. Bo'lmasa shu farz ayning eng farz ayn bo'lgan tevhid. Tevhid uluhiyat, tevhid rububiyat, tevhid asma va sifat. Uni o'rgatib qilib, undan keyin fanniy bilimlarni o'rgatishimiz o'miz zarur. O farz kifoya. O dunyolik bilim, ma tevhid bo'lsa oxiratlik bilim. Shuni biz ham ishda nayda diqqat bilan ma'musak ezib ketimiz. O'zimiz bilinmay qolamiz. Hozir tinch o'zgartirish uchun harakat qilayotgan guruhlar, sistemalar anayt ko'p aramizda. Shunlashqa biz balalarimizga eg'ulle, bularni har xil nachar filmlarni ko'rsatgan yoki ko'rsa ma'qul deydigan, masalan, daramni ko'radigan, ko'rsatadigan yoki bularga ma'qul deydigan, masalan, har xil ideali kishilarningki leksiyalar uning bilan qatnashtirib, u orqali balamizni o'zimizni zaharlaydigan ishni qilsak bo'lmaydi. Biz diqqat qilishimiz lozim. Yaxshi sog'lom bo'lgan leksiya, sog'lom bo'lgan tabliğ buni anglasak bo'ldi. Bo'lsa hamma narsani anglashdan burun, yoki ko'rishdan burun, yoki shu tabliğni anglashdan burun cho'ng yetishgan ustozlardan so'rash kerak. Faloni kitob yozibdi, o'qisam bo'lamdi, o'qitsam bo'lamdi bolalarimga. Yoki faloni leksiya o'rlashtiribdi, bu leksiyaga borsam bo'lamdi, bo'lmamdi. O o'zimiz xohlagancha tamoqni tanlaymiz, oshxonanikini, faloniyat odamda oshxona va ekan, menda yaxshi ekan deymiz. Bu o'zimizning ideyamizni Alloh bergancha aqlni bulg'aydigan, ideyamizni bir sog'lom saqlab qolishga buyurilgan bu ideyani bulg'ab o'zimiz dindan chiqadigan yoki asti tadrijiy holatda dinni yiroqlashtirgan, namoz o'qimaydigan, islomni yiroqlashtirgan yo'llarga menib qolsak, biz buni o'ydidan chiqib olmaymiz qarindoshlar. Şuna bir adamda bu hadis nima desa, barliqcha hayolik buluş, tatınjaq buluş, ya'ni tatınjaq buldigan yerda tatınib turib ba'zicha ishlarni qilish, bu nima nayt yaxshi ekanligini bundan bilib oldik. Qarindoshlarimiz yana bir qayta ko'rish bo'yicha hammani Allohga topshirma. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.